Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men tarix fanlari doktori O'zbekiston o'qituvchi bo'laman. Bugun o'tiladigan mavzuimiz Xiyoniylar, Kidariylar, Iftariylar davlati haqida bo'ladi. Mavzu doirasida 5 ta reja belgilangan. Birinchisi Xiyoniylar davlati, ikkinchisi Kidariylar davlati, uchinchisi Xiyoniylar, Kidariylar davrida ijtimoiy-iqtisodiy hayot, to'rtinchisi Iftariylar davlatining siyosiy tarixi, beshinchisi Iftariylar davrida ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayot masalalari bo'yicha qisqacha suhbatlashamiz. Bu uchala davlat avvalambor Markaziy Osiyoda ro'y bergan yirik migratsiya jarayoni tufayli tashkil topgan davlatlar hisoblanadi. Bizga ma'lumki, milodning 3-4 asrlarida Markaziy Osiyo iqlimida qurg'oqchilik avj oladi. Natijada sharqiy va shimoliy hududdagi ayrim aholi vakillari janubiy hududlarga va g'arbiy hududlarga surila boshlaydi. Mana shu jarayonlar haqida bizga ko'plab tarixchi olimlar ma'lumotlar qoldirgan. Xususan, Ahmad al-Astarovning O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi asarida, qolaversa Lev Gumilevning Qadimgi turklar asarida, Pugachenko va Ritveladzening Severnaya Bakteriya Taxariston, ya'ni Shimoliy Bakteriya va Taxariston asarida, Sa'dullayev, Amin va boshqalarning O'zbekiston tarixi, davlat va jamiyat taraqqiyoti asarida, Sa'dullayev mas'ul muxolligida tayyorlangan O'zbek tarixi asarida, Eshov Bahodir tomonidan tayyorlangan O'zbekiston davlat va mahalliy boshqaruv tarixi asarlarida, Hasanovning Turon haqlari harbiy san'at asarlarida mana shu jarayonlar o'z aksini topgan. Umuman olganda, ilk o'rta asrlar davri deganda biz shuni tushunishimiz kerakki, ilk o'rta asrlar davri bu antik davrning tugashi va yangi tarixiy bosqichning boshlanishi bilan belgilanadi. Xususan, Xorazmda Afrigiylar sulolasi hokimiyat tepasiga keladi. Undan so'ng 5-asrning o'rtalariga kelib, Markaziy Osiyo hududida Eftali qabilalarining migratsiyasi boshlanadi. Bu migratsion harakat Markaziy Osiyoning, Turonning janubi tomon surilish bilan boshlanadi. Turonning janubiy tomonidan surilishi esa bu mintaqada ro'y bergan siyosiy voqealarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Eftalilar ayni paytda Xitoy bilan ham munosabatlar o'rnatadi. 426-yilda Eftali podshosi Baxshunvar Chag'aniyon, Tog'oriston, Badaxshonni o'ziga bo'ysunduradi. Ya'ni bu hududlar Turonning janubiy sarhadlari hisoblanadi. Eftalilar bilan Eron shohi Pirus o'rtasidagi janglar bu davrning eng muhim voqealari hisoblanadi. Qolaversa, ilk o'rta asrlarda Oltoyda Turk xoqonligi shakllanadi. Turk xoqonligi esa o'z navbatida Eftalilar o'rniga Markaziy Osiyo hududini egallab, yangi davlatchilikka asos soladi. Undan so'ng esa hududimizga arab xalifalik qo'shinlari kirib keladi. Mana shu jarayonlar, ya'ni 4-asr oxiri 5-asr boshlaridan to 8-asr o'rtalariga qadar bo'lgan davr ilk o'rta asr davri sifatida belgilanadi. Umuman Kidariylar va Xiyoniylar masalasiga qaytadigan bo'lsak, bu qabilalarning kelib chiqishi xususida turli fikrlar mavjud. Xususan, Kidariylarning kelib chiqishi hozirgi paytdagi tarixchilarning fikricha bular bevosita yujeylarga borib taqaladi. Xiyoniylarning kelib chiqishi esa bevosita xunlarga borib taqaladi. Xitoyning 5 salnomasi, ya'ni 5 sulolasi salnomasida shunday g'arb tarixchilari Marselin, Prokopiy Kisersky, Presk-Pansky asarlarida ham mana shu mazkur qabilalar haqida ma'lumotlar berib o'tiladi. Kidariylar davlati o'z davrida Turon hududining katta qismini egallaydi va Sosoniylar bilan raqobatga kirishadi. Kidariylar davlati Sosoniy podshosi Shopur va uning vorislariga Markaziy Osiyo hududlarini berib qo'ymaslik uchun qattiq harakat qiladi va Markaziy Osiyoni o'z qo'l ostida saqlab qolishga erishadi.
Kidarilar hukmdorlardan Varaqran 5'ning, ya'ni 420-408 yilda hukmronlik qilgan hukmdorning davri ularning eng qudratga erishgan davri hisoblanadi. Ayni shu davrda esa uning vafotidan so'ng Eronda esa Yazid II hukmronligi boshlanadi. Yazid II esa Kidarilarning Turondagi ta'sirini kamaytirishga harakat qilgan va o'rtada o'zaro urushlar davom etgan. Kidarilarning taqdiri haqida gap ketganda, Kidarilar 556-yilda Eron qo'shinlarida mag'lubiyatga uchraydi va Hindiston tomonga ko'chib ketishga majbur bo'ladi. Ular Gupta davlatini egallab, bu yerda 75 yillik hukmronlik qiladi. 477-yilda Gandharadan Xitoyga elchilar yuborilishi ham Kidarilar davlatining so'nggi davri bilan belgilanadi. Xiyoniylar davlati haqida gap ketganda, Xiyoniylar 4-asr o'rtalarida Shimoliy Sharqdan Turonga kirib kelgan qabilalardan biri hisoblanadi. Ularning boshlig'i Gurumbat ismli shaxs bo'lib, bu haqda manbalarda ma'lumotlar qoldirilgan. Ayni Gurumbat va Shopur ikki o'rtasida, ya'ni Sosoniylar hukmdor Shopur ikki o'rtasidagi kurashlar tarixiy manbalarda aks etgan. Ya'ni Gurumbat Turon hukmdori sifatida Eron hududlariga ham kirib boradi va Eron hududlaridan chiqariladi. 4-asrning 70-yillarida davlat kuchaygani bilan yangi bir qabila, ya'ni Eftallar ularning o'rnini egallay boshlaydi. Boya aytib o'tdik, Eftallar ilk o'rta asr davridagi eng yirik davlatlardan biri hisoblanadi. Bu davlat Sosoniylar Eroni bilan Turon hududlari masalasida bir necha bor urushlar olib borgan. Eftallar manbalarda Haytallar, Abdallar deb ham nomlanadi. Ular haqida Rim, Vizantiya, Suriya, Arman, arab tarixchilari juda ko'plab ma'lumotlar qoldiradi. Eftallarning eng kuchaygan davri milodiy 5-asr o'rtalariga to'g'ri keladi. Bu davrda Eftallar Xitoyga bir necha bor o'z elchilarini jo'natadi. Ya'ni Xitoy va Eftallar o'rtasidagi munosabatlar bu davrda ancha yaxshilanadi. Bu esa savdo-sotiq va iqtisodiy rivojlanishga ham ta'sir qiladi. Eftallarning eng katta qilgan xizmati bu Eron Sosoniylarning Turonni egallashiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni Eftallar bilan Eron podshohlari o'rtasida bir necha bor urushlar bo'lib o'tadi. Bu urushlarda Eftallar g'alaba qiladi. Ya'ni Eron podshohi Pirus Eftallarga qarshi kurashlarning birida halok etiladi. Umuman Eftallar davlat boshqaruvida quyidagilar ko'zga tashlanadi. Bu yerda hukmdor bo'lgan podshoh, markaziy boshqaruv bo'lgan, ya'ni devonga o'xshagan, mahalliy boshqaruv bo'lgan, mahalliy boshqaruv esa bevosita turli hududlarni turli nomlar bilan boshqargan podshohlar ko'zga tashlanadi. Bu Sultda Iqshidlar, Tog'oristonda Malishohlar, Shoshda Dudunlar, Farg'onada ham Iqshidlar, Xorramshohlar esa Afrikalar davlatini boshqarganlik ko'zda tutiladi. O'tmoqchi bo'lgan mavzumiz quyidagi shulardan iborat. Savollar bo'lsa kutib qolamiz.